Assalomu alaykum barchalarga, aziz kuzatuvchilar, aziz vatandoshlarimiz, ko'rib turganingizda hozir bu nima deb o'ylayotgan bo'lsanglar, bu aynan Toshkent avtovokzalidan yo'lga chiqqan yo'lovchilarimiz Moskvadan qaytish uchun onlayn chiptalarni Novoyosinskiy hamda Kotelnik avtovokzallaridan chiptalarni mana shu QR kodlarni skanerlagan holda o'sha saytlarga hech qanday to'siqlarsiz bemalol kirib onlayn chiptalarni xarid qilishlari uchun ushbu nakleykalarimizni yopishtirib sizlarga qo'shimcha ma'lumot berib o'tamiz. Undan tashqari avtobus monitorlarimizda ham sizlar uchun reklamalarimiz joylashtirilgan. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'nalishlarimiz bo'yicha chipta narxlarimiz, bundan tashqari avtobus qatnaydigan manzillar va boradigan joylar. Mana aynan mana shu QR kodlarni skanerlagan holda onlayn chiptalarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu hammasi Toshkent Moskva Toshkent avtobuslarimizni tepa qismiga mana shu yerlarga joylashtirilgan. Bemalol skaner qilib Moskvadan Toshkentga qaytish uchun skaner qilib chiptalarni rasmiylashtirishingiz mumkin.